Nima uchun odamlar vaqt cheklangan hayot kechirishadi va oxirida olishadi? Gunohning evazi o'limmi? Muqaddas kitobda aytilishicha, biz olishimizning sababi gunohlarimizdir. Agar gunohlarimiz kechirilsa, tanamiz halok bo'lsa ham, jonimiz abadiy yashashi mumkin. Unda gunohlarimiz kechirilishini qanday olishimiz mumkin? Yahyo cho'mdiruvchi cho'lda odamlarga gunohlaringizdan tavba qilib, suvga cho'minglar, shunda Xudo gunohlaringizni kechiradi, deb va'z qila boshladi. Quddus aholisi va Yahudiya o'lkasining qolgan hamma joylaridan kelgan odamlar Yahyoning oldiga borishardi. Ular gunohlarni e'tirof etishar, Yahyo ularni Yordan daryosida cho'mdirar edi. Iso bizga o'rnak bo'lish uchun gunohlarning kechirilishiga yo'l sifatida suvga cho'mdi. Suvga cho'mish bu gunohlarimiz kechirilishini olib, Xudoning farzandlari sifatida qayta tugilishimiz mumkin bo'lgan muqaddas marosimdir. Agar shunday bo'lsa, qachon suvga cho'mishimiz kerak? Lidiya Masihni anglab yetishi bilanoq suvga cho'mdi. Habashistonlik amaldor yo'lda darhol suvga cho'mdi. Qamoqxona nazoratchisi kechasi darhol suvga cho'mdirildi. Nima uchun imonimizning ajdodlari Masihni anglab yetgan zahoti darhol suvga cho'mishdi? Buning sababi ular suvga cho'mish orqali gunohlarning kechirilishini olsalar, tanalari halok bo'lsa ham ruhlari abadiy yashaydi degan Xudoning va'dasiga ishonishgan. Shuning uchun suvga cho'mdirish gunohlarni kechirish va abadiy hayot berish vakolatiga ega bo'lgan najotkor nomi bilan amalga oshiriladi. Siz najotkorning ismini, Ota, Ogil va Muqaddas Ruhning ismini bilasizmi? Otaning ismi Yahova, Ogilning ismi esa Iso. Unda Muqaddas Ruhning ismi nima? Ota Yahova, Ogil Iso va Muqaddas Ruhning yangi nomi bilan suvga cho'mdirilish orqali gunohlaringiz kechirilishini va abadiy hayotni qabul qiling.